Ardaning zarbasini uyda takrorlay ko'rmang. Arda Gülerning goli yangi rekordlar, memlar va hazillarga sabab bo'lmoqda. La Liganing 28-turida Madridning Real jamoasi Bernabeuda Elcheni qabul qildi va yirik 4-1 hisobida g'alaba qozondi. O'yinni bezagan gol esa so'nggi daqiqalarda Arda Güler tomonidan yo'llandi. To'g'ri, maydon markazidan turib urilgan gollar tez-tez uchraydi, ammo turkiyalik yosh yulduzning zarbasi shunchaki markazdan turib urilgan gol emas. Bu masofa va tarixiy rekordlarni o'z ichiga olgan zarba bo'ldi. Gap shundaki, u 68 metrdan darvozani nishonga olish orqali eng uzoq masofadan gol urish bo'yicha La Liga rekordini takrorladi. Ungacha 2004-yilda Sevilla bilan uchrashuvda Numancia klubi futbolchisi Antonio Jose ham aynan shuncha uzoqlikdan gol urgan. Ammo bu hali hammasi emas, chunki Arda Güler endi butun boshli Real Madrid tarixida eng uzoq masofadan urilgan gol muallifi hisoblanadi. Bungacha mazkur rekord Mikel Lassaga tegishli bo'lgan va u 1995-yilda 58 metrdan gol urgan.